qo'rqitdim deydi. Bu juda katta xato. Chunki shuni ham inobatga olish kerakki, bu mana onam ko'rdi, bu birinchidan uyat, kuchli uyat. Shu bilan demak, umuman jinsiy sog'lom bo'lish bu xavfli deydi-da va sal vaqt ham bu bundan kechishi mumkin qo'rqganidan, urib tashlashdi, boshqa ayblab, betiga solib, bir narsalar deb aytishdi. Hammani oldida charmanda qilib, voy shunaqa qilar ekan deydi-da. Keyin borib bu bola yopinib qoladi, blokirovka bo'ladi. Okey. Lekin bora-bora 4-5 yildan keyin uylanaman degan paytda impotent. Bo'ldi, turmaydi. Chunki bu xavfli, jinsiy aloqa, urug' tashlash bu xavfli. Anorgazmiyaga olib kelishi mumkin. Juda ham ko'p bugungi kunda menga kelishyapti anorgazmiya holatlari, ya'ni erkak kishi jinsiy aloqa qilyapti, urug' tashlamayapti. Yo'q, chunki urug' tashlash bu xavfli bo'lib qolganda, uni, конечно, psixoanalizda yana ham chuqur muammolari bor. Buni aytib o'tirmaymiz hozir, lekin aytmoqchimanki, buni asorati afsuski keyin katta bo'lganda ham chiqib keladi. Yoki aytaylik, mana yosh bolalarda onanizm bilan shug'ullanayotgan bolalarda men har doim aytaman, avvalambor mana psixolog, nevrolog bilan, nevropatolog bilan birgalikda ishlashi kerak deb aytamizda. Nega? Chunki yosh bola oiladagi muhit, ota-onasini janjali, tam bosimda katta bo'layotgan bo'lsa, muhit salbiy bo'ladigan bo'lsa, u qo'rquv bilan birgalikda kuchli rohatlanishni his qilgan. Buni o'tgan safar ham aytdik. Yana bir bor aytib o'tamiz, onanizmda shunaqa bo'ladi-da. Bu yerda bolani ayblab, urishish kerak emas. Shunchaki mutaxassislarga borish kerak. Chunki bolada seksalizatsiya yo'q. Seks haqida o'ylamaydi, u naprejeniyasini chiqarish haqida. Bu yerda gormonlar emas, bu yerda ko'proq ruhiy. Ruhiy muammo. O'smirlarda ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin-da. O'smirlarda gormonal stress, ya'ni gormon o'ynab ketadi. Lekin u hozir hali jinsiy aloqa qilishga tayyor emas. 5-6 yosh aytasiz. Hozir mana agar kichkinalikda 5-6 yosh haqida, agar o'smirlar haqida aytadigan bo'lsak, bu 12+, 12 yoshdan boshlanadi. O'zi 13 avjiga 13 yoshdan chiqadi. Teenagerda bekordan aytishmaydi. Teen so'zi, ya'ni 13 yoshdan. O'smirlik 13 yoshdan boshlanadi. O'sha paytda bo'ldi, u masturbatsiyaga o'rganib qolmaydi, u qiziqish.